Ha, biz sayohatimiz davomida yana shunga guvoh bo'ldikki, zombilarning turma-turlari paydo bo'layotgan edi. Ya'niki odamlarning holatiga qarab, agar odamlar qanchalik zaif bo'lsalar, ular tezda zombilarga aylanishayotgan edi. Odamlar o'rtacharoq bo'lsalar, ular hayvon zombilarga aylanishayotgan edi. Agar juda kuchsiz bo'lsalar, o'sha tentak zombi yoki qizil toshmali zombilarga aylanishar. Agar o'ta kuchli bo'lsalar, ya'niki ruhan baquvvat bo'lsalar, gibridlarga aylanishayotgan edi. Lekin biz gibridlarni ko'p uchratmadik. O'sha birinchi galda ko'rgan kokildor gibriddan tashqari. Ha, afsus, ular shunday chiroyli yuzlarini shunday badbashara qilib ko'rsatishadiki, bu menga bittayam yoqmaydi ularga. Ularning yuzlariga ichim achiydi. Shunday husn egalari shunaqa gibrid zombi bo'lishsa. Albatta ularning yuzlariga ichim achiydi-da. Keyin esa biz shunday qilib odamlar istehkomiga yetib oldik. Ular hammani tekshirib kirdirishardi. Ularning asbob-uskunalari bor edi. Zombilik yoki zombi emaslikni aniqlaydigan. Do'stim Javohir juda yaxshi yigit ekan. Undagi zombilik alomatlarini asbob-uskunalar aniqlamadilar, chunki u zombi emas edi. U deyarli odam edi. Uning zombi kasalligi hech kimga yuqmasgan. Shuning uchun ham unda zombi kasallikni aniqlash olmagan.